Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchaga mana dam olish kuni ham o'tdi. Men shu narsani aytmoqchi edimki, agar TikTokda daromad qilishni xohlasangiz, insonlarga foyda keltiradigan kontent qiling. O'shandagina sizda ham ko'rish soni oshadi, tomosha soni oshadi. Ana undan keyin soqqani sanab olaverasiz. Izlanish kerak bunga. Bir joyda qotib turmasdan yoki bo'lmasa har xil yo'llarni, har xil bir joylarni rasmga olmasdan, hech kimga keragi yo'q. Foydali kontent videolar qilish kerak. Ana o'shandagina sizda rivojlanish bo'ladi, sizda kuzatish soni ko'payadi. Birovnikini ko'chirmaslik kerak. Birovnikini ko'chirsangiz ham u ham bir kimdir ko'rib bo'lgan uni joniga tekkan. Shuning uchun yangi bir kontent hech kimda yo'q kontent bo'lishi kerak sizda. O'shandagina bir durust tomosha soniga ega bo'lasiz va tomosha sonini har bir mingtasiga boya Sardor aytmoqchi, katta miqdorda daromad olishingiz mumkin. Bu har bir TikTokdagi battle o'ynashdan tashqari bekorchilarga taalluqli. O'sha yo'l bilan siz pul ishlashingiz mumkin. Bu ochiq oydin TikTokda keltirib o'tilgan. Endi kimlar ko'rishiga ham bog'liq, qaysi davlatdan ko'rishiga ham bog'liq. Sizni akkauntingizga ham bog'liq. Agar sizda akkauntingiz O'zbekistonda va Amerikada ochilgan bo'lsa, uni Amerikada ochilgan bo'lsa yolg'on emas. Amerika yaxshi joy. Germaniya, Fransiya, 8 ta davlat xullas bo'lish kerak. O'sha davlatlarning ichidan birontasida ochgan bo'lsangiz, omad sizga kulib boqqan. Mana shu yo'l bilan siz daromad qilishingiz mumkin. Daromadni usullari har xil. Sizda birinchidan 10 mingta obunachingiz bo'lish kerak va 30 kunda ichida 100 ming tomosha soni bo'lish kerak. Ana o'shandagina siz monetizatsiya qilingan akkauntlar qatoriga kirasiz. Shundan keyin daromad qilishingiz mumkin. Hammaga omad.